şu virus to'g'riliq qisqacha tushuncha berishni, andin bu virusning vatanga bo'lgan, xalqimizga bo'lgan ta'siri qanday bo'lganligi to'g'riliq qisqacha munozara qilsak degan umid bilan Zukra xonimni ekran taklif qildik. Zukra xonim, marhamat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, hammanglarning har joy vaqtlari xayrli bo'lsin. Men Zukra Aysodan hammanglarga o'tliq salomlar yo'llayman. Aldı bilan G'ani afandiga ko'p rahmat aytaman. Bugünkidek shu ekranni bizga tayyorlab bergani uchun intayin xushalman. Rahmat sizga. Boya aytdingiz, maxsus shu virus sahiya tadqiqotchisi deb. Undaqmı emas, men bir oddiy bir sestra, hamda bir sahiya xizmatlarini qilayotgan bir kishi. Hamda bir Sharq Turkistonlik bo'lish majburiyatim bilan shu hozirgi virusning bizning xalqimizga akilayotgan tahdidi intayin kundan kunga ig'irlab menayotgan ahvol ostida men bir Sharq Turkistonlik ham men bir sahiya xizmatida qilayotgan bir xizmatchi bo'lish bilan shu mikrob to'g'riliq cho'qim bir so'zlashim kerak deganni o'ylab bugun shu ekran oldiga chiqdim. Mening tunji qatim shunday ekran oldiga chiqib so'zlashishim, balkim so'zlashlarimda yoki mazmun jihatlarda xatoliklar bo'lishi mumkin. Barliq qarindoshlarimning to'g'ri yerlarini anglab, xato yerlarini to'g'rilab anglab, kamchiliklar bo'lsa kechirib o'tishni umid qilaman. Hozir endi shu koronavirusi deb Xitoyda tuyuqsiz o'ttirib chiqdi bu kasal. Hatto bu paydan-payga butun dunyoga yamrab, bizning insoniyatga bir xavf olib kelayotgan holatda turyapmiz. Bu koronavirusi deganimiz tojismon o'pka yollig'i, ya'ni koronavirusdan kelib chiqqan tojismon o'pka yollig'i degan diagnozni hozircha Xitoy tarafdan ashunda qo'yildi. Bularning qarishicha bu tojismon o'pka yollig'i odamlarniki pokiz bo'lmagan muhit yoki pokiz bo'lmagan turmush odati, yemaklanish, g'izolanish odati yaxshi toza bo'lmaganlikdan kelib chiqqan degan gumoniy qarash bilan bu koronavirusi degan tojismon o'pka yollig'i kasalini diagnoz qo'yib chiqdi. Hozircha desak bo'ldi. Endi men gapingizni ozroq bo'lib o'tsam, assalomu alaykum, yana bir qatam qarindoshlar. Zukra xonim hozir xizmat ustida ekan to'q. Endi shundoq bo'lsa-mu ozroq vaqtdan chiqasa degandan keyin shu doktorxonadagi, shu boshqa sabdoshlarniki ishxonasida hozir mediaga chiqyotidi. Balkim bu tasodifiy boshqa ish bilan chaqirib qilishi mumkin. Shundaqla endi tayyorligi puxta bo'lmasligi mumkin, tamtirib qilishi mumkin ishlayotgan bo'lgandan keyin. Shunga bugun qandaqli bo'lmasin bir qir tushuntirib o'tsa, keyin yana bu to'g'riliq yangi ma'lumotlar bo'lsa, yana taklif qilsak degan umiddaman. Qarindoshlar to'g'ri tushunsa, endi buni endi yig'inchoqroq ham kishilarga tushunishli qilish uchun men qisqacha so'rsam buni. Anglag'uvchilar balkim mushta qisqa so'rgandan keyin javobni anglasak deb umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Men shuni avval so'ray. Hammamiz bilib turgandek, Xitoy hukumati o'zi tarqatayotgan bu virusning o'zi endi koronavirus deb atilibdi. Oldin qatimki medianing azroq degan to'q. Endi koronavirus degan nima degan azroq bayam tushuntirdi. Endi bu yerda bu virusni tarqatganligi aniq bo'lib chiqdi. Bu medialarda isbotlari bilan o'tirib chiqyotidi. Endi mushu virus qachon paydo bo'lgan? Buni oshkorlagan vaqt qachon degan narsaga siz bir javob berib baqsangiz. To'g'ri dedingiz, biz naq qiziqayotgan savoldan birini so'radingiz. Bu koronavirusi amaliyotda bu qandaqdir bir insoniyat yoki hayvonot yoki bu tabiiy bir muhitlarning bo'lg'unishidan, tabiatning o'zgarishidan kelib chiqqan virus emas. Ya'ni bu maxsus tajribaxonada, ya'ni Xitoy hukumatining P4 tajribaxonasidan qo'yib etilgan bir
bioximiyalik virus tarafidan yasalmoqchi bo'lgan bioximiyalik qurol yasamoqchi bo'lgan qurol uchun tadqiq qilayotgan virusining qo'yib etilganligidan kelib chiqqan deb bu ko'z qarashni hatto o'zining shu Xitoy hukumatining xalqi o'zi shu medialarda, naq maydonlarda so'zlayotidi. Hatto bu so'zlashtiri kundan kunga nihoyat ochiq, keng doirada videolar bilan ovozliq, shunday naq maydon muloyiza qilish degandek usullar bilan internetlarda ko'p keng tarqalyotidi. Shunga bu koronavirusni bizmi nihoyat aniq qilib bu virus odam badanidan yoki hayvonlardan yoki muhit bulg'anishdan kelib chiqqan emas. Buni chuqum shu tajribaxonada bioximiyalik qurol tadqiqoti uchun ishlatilgan virus qo'yib etilgan desak bo'ladi deb qarayman. Chunki shu koronavirusni chiqqandan buyon ludo deymiz, shu Xitoylarninki demokratiyachi shu chet el muhojirlari demdik. Shularninki o'zlari qurib olgan torbatlariga pat chiqib qarab turman. Govungi deymiz, ikki odamniki shu tarqatgan medialar qaraydigan bo'lsak, ular hatto isbotlar bilan hozir Wuhan doktorxonada, Hubei doktorxonalarida qanday ishlar yuz beryotidi, nima ishlar bo'lyotidi, qanchalik odam o'lyotidi, qanchalik odam yuqumlanyotidi, shunchalik aniq darajada bular isbotlar bilan har kunlik shu ma'lumotlarni udulliq yo'llab, bular butun xalqaro jamiyatga Xitoyninki bu jinoyatini oshkorlayotidi. Mundaq ahvol ostida biz Uyg'urlarmi jim turmasligimiz kerak. Bizmi cho'qim shu virusning xavfining qanchalik cho'ng, bizga hatto butun insoniyatga qanchalik cho'ng xavfni elib kelayotganligini bizmi ifodalab turishimiz kerak. Hatto bizdek ojiz, shu lagerlarga solinib ketgan Uyg'ur xalqi ahvol ostida biz Uyg'urlar texmi bakrak ovozimizni chiqarib, bizga bo'lgan tahdidning intayin cho'ng ekanligini, bu bizning irqiy qirg'inchiligimizga, millatning yo'qolishi uchun bu virus bizga natchasi ig'ir buzg'unchilik olib kelganligini cho'qim so'zlashimiz kerak. Cho'qim buni xalqaro jamiyatga, xalqaro sahiya tashkilotlarigacha shu ovozimizni yetkazib, bu virusning bizga kelgan, bizga cho'ng tahdidni, hatto dunyodagi insoniyatga, butun dunyodagi xalqqa desakmi, bu ortiq ketmaydi. Agar shu surat bilan bu koronavirusni yuqumlansa, shu surat bilan odam o'lish boshlansa, bu necha oyga qolmaylab butun dunyoni qoplab ketadigan intayin ig'ir xavf ostidagi bir kasal bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Ham shu to'g'risidagi tashviqotlarimizni cho'qim biz sal qarmay, o'zimizningki shu Uyg'urlarning hozir irqiy qirg'inchiligi, Uyg'urlarning yo'qotilishi, Uyg'ur millatining buzg'unchilik uchrashiga tamoman yaqin elib minishga bo'ladi deb qarayman bu virusni, hozirgi shu koronavirusini. Javob berganingizga rahmat. Mushada bir g'alati bir ish bor, oldin qatimma qisqilib degan to'q. Mushu kasal tarqalib oshkorlanguncha bo'lgan orliqda Urumchiga mangdigan aeroplanninki to'xtamaganligi, shu Avasiya shirkisining taxtasida shu yerda turganligini mushu veb-sayt deymiz yoki WhatsApplarda shu tarqalib yurgan, unim chiqilib bo'lgan, yerdam unim ko'stay. Mushu hozir men ekranga men chiqadim, shu Avasiya shirkisininki 1-oyning 23-kunida tarqalgan narsani siz ko'rolmaysiz. Men ekranda hozir mushu ko'rayotgan qarindoshlarimiz hammasi ko'rdi. Shu aeroplan uchish liniyalarida shu Urumchi bilan Shangayning taqib etilmaganligini shu vaqtida naq maydonga chiqqan qarindoshlarimiz uchurlarni yo'llayotgan. Bu shu Amerikadagi Elzat degan qarindoshimiz nihoyatda kundan kunga yaxshi xabarlarni, har kun bo'layotgan shu virusning xavfini bizga nihoyatda keng ko'lamda uchurlarni beryapti. Biz shuni nihoyatda diqqat qilib mengishimiz o'yin deb qarayman. Endi bu aeroplanni to'xtatmadi degan gap ayaga odam yetkidi deymizda bu virusni. Shundaq bo'lganda bu Xi Jinping va Xi Jinping boshchiligidagi butun
Xitoy hukumati va buni qo'llaydigan Xitoy xalqining o'zi mushu narsani ko'rib turdi, ham bilib turdi, yo'lga qo'ydi. Demak, bularning maqsadi Hong Kongga buni tarqitish, ondan keyin vatanga buni tarqitish. Endi buni to'satdilla nima uchun Wuhanda paydo qilmoqchi bo'lib qoldi degan bir narsa o'tirg'i chiqdi-da. Endi mushu dunyo xaritasiga qaraydigan bo'lsak, mushu Jungoning atrofini kuzatsak, mushu Wuhanga yaqin ya ne desa, Hong Kong, Tayvan, Makao mushlar hammasi yaqin. Ondan keyin bu Wuhan nima desa, Wuhanning atrofida Nanjing, Nanchang degan bu yerlar bor. Bular biz tarixda burunmi anglab o'tgan ham o'rgangan cho'ng qo'zg'olon bo'lgan yerda bu. Endi Wuhanda tarqitishlik sababi mush kasal tarqaldi deb harbiyni yo'tkab akilib, Wuhan, Nanjing atroflarini hammasini Hong Kong bilan yaqin yerlarni hammasini biroq kontrol qilib, bu yerda bir hukumatni o'riyetimiz, ag'diriyetimiz degan kuchlarni mishada kasalning banasidan qirib o'tish uchun mishaga tarqatdi deb men o'zim faraz qilaman endi. Endi vatanga tarqatishdiki nima desa, Jungoning har qanday yeriga hozir bu taraf bo'ldi degan bildirdi. Bu vatan eng jiroq yerlarning biri go Tibet, Uyg'urlar. Bu yerga tarqab bo'ldi bo'lsa, 17 davlatning vakili mishak tekshirishga bormoqchi-da, virus tarqalishdan ilgari. Mushu virusni paydo qilish orqali vahim paydo qilib, bu tekshirguchilarni qo'rqitdi. Kimlar bo'lsa o'ladi degan narsani chiqib tekshirguchini bir bag'azmaydi. Bu aniq endi. Bu farzim emas, bu hammamiz ko'rib turayotgan narsa. Endi yana birisi tönögülli bir anladık. Mushu Luda siz bayam degan Luda'niki programmasida bu bir narsani dedi. Amerikaniki maxsus mushu virusga taqobil turish uchun mishada bir turkum mushu meditsina sohasidagi doktorlarni evatmoqchi bo'libdi-ki, bu Jungoniki hukumati to'sibapti buni. Shi virus to'sibapti. Koronavirusning oldini olish uchun bardigan odamlarda. Demak, bu ashada bir narsani virus emas, ashadagi qirg'inchiliklarni ko'rsatmaslik uchun hamma narsani to'saydi. Masalan, Yapondan birinchi qatimda 1 million kishilik maska evatibdi-ki. Bu narsalarni bostirib olib bozorda sotdi deydi. Aş maska setiplar hozir 300 million kirim qildi deganimi Ludaning programmasi deyatıdı. Endi mavo Ludaninki bilan Govungining gapini qilsak, meni to'g'ri tushunmaydigan qarindoshlarimiz bor ekan. Men mush to'g'riliq azoq tushundirish beray avvalo. Govungining programmasi bizning programmaga o'xshash. U munozir xarakterlik maxsus Jungodagi mushu aşkarlanmayotgan maxfiy hukumatniki parxo'rlik jinoyatlarini yoyidi, munozir qiladi. Bu odatdagi media. Ludaniki o'xshamaydi. U rasmiy qonunliq yangi ilingan axborot sistemasidagi media. U xato narsani chiqarmaydi. U ham uchur berdi, xabar berdi, ham munozir qildi, birlashtirib olgan. Uniki maxsus hukumat tarafidan engelingan narsa. Shuning uchun Ludaniki narsada xatolik yo'q deb tushunsak bo'ldi. Endi Zuhra xonimdan uchurlarni olsun akildi. Endi biz shu uchurlardan xabarlardan foydalansak bo'ldi. Endi so'raydiganim, endi mushu virus orqali mushlar o'lgan deb o'z qirvatgan odamni mushlar ashuni bana qilib, mishada nurg'un odam mayli Xitoy bo'lsin, mayli Uyg'ur bo'lsin, ash lagerdagi odamdan tortib bu Xitoyniki ishqili ko'chadagi odam hozir o'tiryapti-da, hammasini kasallik bana qilib o'zining qirg'anligini yo'shirmoqchimi? Bu virus faqatli shumi yoki uningdan boshqa maqsadi bormi degan narsalarni azroq bu to'g'riliq uchurlaringiz bormi? Bu to'g'riliq uchurlarni angladim. Bu Xitoylarniki muloyiza programmalarida so'zlayotdi. Asli bular bu mikro virusni bular bioximiyalik qurol yasash uchun tadqiq qilayotgan chog'da tadqiq qilib bu qurol bitmay turib bir diqqatsizlikdan chiqib ketgan tarqilib. Bular buning oqibatini bundaq
zo'rayib ketganini mo'ljallanmagan chig'ib, shuning bilan bular bu asli mikrob o'tgan yili 12 oyning oxiri chiqib bo'lgan bu mikrob asli. Bular buni oddiy chaqlab qoldida, xuddi burunqi SARSning vaqtidami amaliyotda SARSnimi bular o'zlari chiqargan. To'g'ri. SARS virusini o'zlari chiqargan. Bular o'zlari chiqardi, ya'ni o'zlari yig'ishtirdi. Tuyuqsizlar vaksinasi chiqdi degan bilan necha oy qolmaydi, pak tugab ketdi. Shu chaqda biz bir gumanda bo'lganda bu SARS deb bir narsani paydo qildi. Bu keyindan o'ldigan shu chaqda nurg'un odamlar o'lib ketdi shu Xitoylarning. Biri xo'sh bo'lgan yerimiz SARS chiqqanda bir Uyg'urga yuqmagan. Shu Xitoylar bizlar birga vatanda birga turadigan vaqtlarimizda xizmatchilarimiz atrofimiz Xitoylar hammamiz degdek hayron qoladi, nima uchun Uyg'urlar yuqmaydi deb. Keyin bu SARS tugdi dedi, tugdi. Vaksinasi chiqdi, oldini oldik dedi, pak tugab ketdi. Shundoq tez suratda tugdi-da. Shu yilning shu oldi keyinlarda Xitoylarning o'zlarining og'zida bu SARS kasal, mush Xitoyning o'zining yasab chiqqan o'yini bu, maqsadlik o'tirg'a chiqqan o'yini deb ashtaq gaplar o'tirib chiqib ketgan. Mana bu qitimmo shuningga o'xshashlar bular SARS o'xshashlik kontrol qilamiz, vaksinasini chiqarib tugdimiz degan mo'lchar bilan bu virusni salchaqlab qoldi. Amaliyotda bular cho'churni xamsanab qoldi-da. Kundan kunga bular yug'ishtiramadi. Faqat 14 kun ichida odamlarni ayirib karantin qilish orqali kuzatib ayirib kontrol qilsak bu shu vaksinasi yasab chiqilsa tugaydi degan mo'lchar bilan bular boshda 12 oyning oxiri chiqqan kasalni oshkorlamadi. Hatto shu 1-oyning 25-kunimi bo'lganda xalqaro oshkorlab mushtaq kasal chiqdi deb oshkorladi. Shu vaqt qadar bu Xitoylarning odamlari bu kasal u qizitgan bilan, o'talgan bilan siz uning qizitma, o'talma ukullarni, dorilarni ishlatganingiz bilan u kar qilmaydi. Chunki bu odatdagi viruslardan ya qizitilgan yoki boshqa bo'lgan viruslardan paydo bo'lgan kasal emasda, bu hech qanday burun bo'lib qolgan bir tasodif paydo bo'lgandanda, bular yasagan, tajribadan qo'yitilgan bir virus bo'lganligi uchun buning hech qanday davolash yo'q. Faqat azroq kontrol qila olasiz, balki tarqalishni kontrol qila olasiz, ammo uni davolay olmaysiz degan darajada. Buni Xitoylar hozirga qadar ochiq oshkora uni oshkorlamayotdi, ammo biz Xitoylarniki mushu xalqining o'zining medialari qaraydigan bo'lsak, biz u medialarga hamda biz uyg'unimiz mush Xitoylar ayishimiz deb qaramaymiz. Biz faqat kuzatamiz, atrofimizda nimish bo'lyotdi, Xitoylar nimish qilyotdi, bu virus qanday ta'sir qo'zg'ayotdi deganni biz kuzatsak, foydalansak, ularda nurg'un uchur bor, xabar bor, ashlardan ko'rsak bo'ldi. Ashlarning xabarlarini, uchurlarini qaraydigan bo'lsak, Ludoning programmasi dedi, hozirga qadar 2-oyning 8-kunidagi programmasida hozirga qadar o'lgan odamning sonini biz 6 xonliq raqamga chiqdi desak, ortiq ketmaydi dedi. 6 xonliq raqam degani birning keyiniga 0 dan 5 ni qo'ysak, 6 xonliq raqam bo'ldi. Bunun o'zi nimdan derak bo'ldi? Odamning o'layotgan odamning soni 100 mingdan oshdi degan gap. Lekin Xitoy o'zi xalqaro nim deyotdi? Xalqaro hozir qadar mana tunugunga qadar 1500 odam o'ldi, 70 ming necha odam gumonliq deb tekshirilyapti yoki hozir qadar bular o'zining nima amaliyotda bu yoshirg'in nima? Amaliyotda bu yoshirg'ini o'zining xalqini o'zi bostirg'ini, o'zining xalqini o'zi o'tirib qirvatgini desak ortiq ketmaydi. Bu shu medialarda Xitoylar yig'ilishib chiqyapti yoki tatib olgan nimalarni, kameralarni qo'yibdi. Qaraydigan bo'lsak, shu saqchilar deymiz, shu qutqizish xodimlari deymiz, xuddi chashqonlarni urayotgandek shu mask taqinganlarni uryapti deymiz yoki kasal bo'lganlarni o'ldirdan tortishtirib ketmayman deb unmay mashinalarga sep ekayotgan videolarni ko'ramiz. Men boshda nihoyat ajablandim. Bu kasal bo'lgan odam nima uchun bunday tortishdi? Berib davolanmamdi, ayrilish kerak bu, boshqa odam kasalni yuqtirmaslik kerak-ku deb o'yladim-da, lekin o'ylab qoldim. To'xta, bu hukumat yaxshi bo'lsa, bu kasalni oldin elib, hamma odamni vaqtida davolaygan bo'lsa, bu odamlar o'zligidan bormamdi, men kasal bormi yo'qmi, meni tekshiringlar deb bordi. Menchi bo'lganda. Lekin u odamlar hozir berishni xohlamayotdi.
Hammasi shulardan qechiyotidu. Chuqum bu yerda bir yo'shirayotgan cho'ng jinoyat bor. Men shundaq deyalayman. Mava Sarısının gepin degentiniz bir iş isim kep kaldı. Sarıs doğruluq. Mişede münasebet yoğandaki dey. 2002 yıl ahiri bu Sarıs başlandı o. Mening isimni qilishcha. Men shu chaqda mush Yaponiyada o'qiyotgan vaqtlarimda o'quvchi edim. Shu chaqda bizga tuyuqsiz o'qitirish tushirdi o'quvchilarga. Yapon, Kanadaning Toronto, Amerika'niki New York, Washington atroflari, Fransiyaning Paris shahri, mushadagi Xitoylar har qanday Jungoga qaysi bo'lmaydi deb buyruq keldi. Maxfiyda bu mediaga chiqamay hammaga yozmalik qildi. Keyin media qisqacha chiqadi. Bamison, yuqumlandi degandekni. Shuning bilan nurg'un munozir bo'ldi bu yerda. Nima uchun yerga boradigan odam shu chet ellikni jiqtirish, chet ellikni gapini qilmay Xitoylarga chek qo'ydi degan gapni munozirlarda shunday qiziq bo'ldi. Keyin anglasak bu Saris Xitoydan boshqasiga yuqmaydi degan narsa chiqdi. Shunga Xitoyning to'sidi. Chet elliklar chattig'i yo'q. Shu oraliqda Jungoning ichida qandaq so'z tarqatdi desak, bu atrofda qarsa Mongol, Uyg'ur degandeklar Qozoq hech kimga yuqmagan uchur kelgandan keyin, qo'y go'shti yeganlar yuqmaydi ekan degan bir sapsat o'ttirg'i chiqibdi-da. Qo'y go'shti o'rlab ketgan bahasi. Shuning bilan darhol bu cho'shqisini tashib etib, quritqungizni hammasini shaparanglarni tashib etiblar, bular bir aqli qo'y go'shtiga o'tib olgandan keyin ash poyez bilan malning o'rniga shu qo'yni yo'tkaydigan gap. Shuning bilan vatanda qolmadi. Bu bahsi üse dahshat o'sib ketdi-da. Demak, bu Saris boshlandi degan gap chiqqandan keyin qo'y go'shti o'rildi. Bu vaqtlar intayin maskilidi. Kimmi bu ishining to'g'riligini dedi. Rasla ashlardan boshqa hech kim hozircha yo'q baxmidi degan gap chiqdi. Endi Saris to'g'rilam isim kelganda shunchalik dedim. Endi mavo ko'rinadi. Men bir azroq qisib qo'yay. Shu Saris bo'lgan chaqdimi, buni Sarisning kelish manbasini qanday tushuntirgan desangiz xalqlarga, bu Guangdongliklarniki bir tamoq yeyish odati bor ekan, ya'ni shu maymunning beshini qaynitibmi, bir qo'ribmi mayda shu terik maymunni yeydigan bir xil tamoq usuli bor ekan. Shu maymunning beshini yeganlardan chiqdi deb shundoq kang tarqatgan shu chaqni o'zida bu. Maymunning go'shti yeydigan maymunning beshini shundoq mayda qaynitibmi, o'sha terik biti ustalga bundoq bog'laydi dedi. Ustal qo'yib turib, meni chiqarib turdi-ki, o'lib qolsa bo'lmaydi ekan, qiynalib tursa. Bu ishlarning qiziq kelgani, mana hozirmi bu koronavirusni shaparanga chapladi. Qaraydigan bo'lsangiz, Xitoylarning shaparang yeyotgan, shaparang akapti bu kasalni, nimishq shaparang yedinglar deb. Bu ikki ishning shundoq yaqin kelgini qarab turib, hayron qolsiz. Bu nima uchun bundoq bo'ldi ishlar? Nima uchun shaparanga chaplaydi? Nima uchun birinchi qatim maymunga chaplaydi? Chunki bular virusning nerdan kelganini, nimishq qilayotganini bular biladi, lekin oshkorlamayotdi. O'zini kundan kuniga oshkorlamagan sari, patqaqqa qarab ketyotdi bu Xitoy. Undaq deydigan bo'lsak. O'zining shu xalqi mushtaq taraf-taraflardan medialarga chiqib, taraf-taraflarning ovozini anglatyotdi. Qanchalik odam o'lgani, hatto tibbiy xodimlarning %30% tibbiy xodimlarning o'lib ketayotganligidan yo'tkayotgan ulardik adamlar emas, ya'ni shu yuqumlanganlar, ya'ni shu tibbiy xodimlar dedi. O'ylab beqing, bir tibbiy xodimlarni, bir sestra, doktorlarni tarbiyalash oson gapmi? Ota-onalar ularni aran o'qitib, shu oliy darajalik maktablarda o'qib, 20 necha yil o'qishni tugatgandan keyin chiqadi bir sestra, bir doktor deganlar. Endi bular agar bundaq suratda mangadigan bo'lsa, bu Xitoyning halokatini biz intayin az zamonda ko'ra olamiz. Lekin bu cho'ng xavfni yana biz o'zimizdan ayirib qolsak bo'lmaydi. Chunki bizning ashiyada yana bizning millatimiz yashayotdi, yana bizning shu tuproqlarimiz bor. Bizga keladigan tahdidimi o'xshash cho'ng bo'ldi. Endi bu koronavirus to'g'riliq Govingi apandim bir so'zlabdiki, ashning ichidagi degan gapini
Xitoycha bilmaydim deb birisi degandan keyin men shu tarjimasini ozroq yozgandim, shuni o'qib boqay. Shu Facebookka men chiqarib qo'ygandim, nurg'un odamlar chiqaribdi buni. Shu Govunginiki shu 4 siyosatchini ekranga chiqib turib so'zlagan narsa ekan u. Aşınыңda degince Wuhan'da jami 49 ceset köydürüş ornu var deydi. Bu 24 saat toxtumay işleydi. Bunu mən aldım to'g'ri. Kuniga 1200 ceset köydürdü. Hazırgıça toxtumay bu işleyatqılı 17 gün oldu deydi. Hem de onundan başka çoğun şehirlerde 250 milyon adam hazır kisel var deganni bahana qilib ayırıp bir yerga shu lager o'xshash so'laydi hamda shaharnila ham vatanga o'xshamaydi u vatanda hamda lager deb qo'yib turmaga solaydi-ku. Bular shaharni butunla lager o'xshash qo'rishib yotganka 250 Yasab chiqdi yangi patent qiladigan ish uchun buni ishlatadigan. butunlay ilqi xitoycha so'zlayotdi-da, ammo bu xitoycha bilmaydigan qarindoshlar deb men yozib chiqarib qo'ygandim. Mushunchilik daraja tursa ashini yushirib ketib bordi. Yo'shiryotdi. Endi mening yana bir deydigan bir narsam botdi. Bu to'g'riliq ancha nurg'un yerda to'xtalish bo'lmadi. Mushu Qashqarniki Payzavotda Yatavridi degan bir narsa tuyuqsiz chiqdi-da. Endi mushu chiqqan xabarga qarasak, birdan bir bu Xitoy hukumatiningki şu en qonunluq degan taratqusi, televiziya stansiya mana Beijingdagi markaziy televiziya stansiya o mushlarning qarsak, birisi dedi chiqib 6 bal yet avridi degan e'lon qildi. Xeylingjanmo birsiniki qarsak 5.1 yet avridi dedi. Yana birsinikida eng kuchli yerda 7 bal tavridi deb 3 xil narsani e'lon qildi. Endi bu yerda demoqchi bo'lsak, biz o yetavrashning gapini qo'yib turib, mishada 3 xil uchur chiqayotgan deyni qonunliq uchurdan 3 chiqyotdi. Bu nima desak, Xi Jinping hozir davlatni bir boshqarolmadi. Hukumati hozir cho'ng jihatdan 3 parchalanib bo'ldi degan gap, 3 xil media paydo bo'ldi degan gap. Bo'lmasa burun hammasi tang mangdi-ku, yotlab mangdi, o'xshash narsani hozir 3 bo'ldi. Endi bu 3chisining ichida balki men nurg'un parchalangandi. Endi yetavrashning o'ziga kelsak, mustaq yetavridi dedi. Endi o'ylab boqili, yetavraydiga Qashqarda ne desak, Uluchatda üzülme qatlanba. Ya'ni mundaqsiga yada, mashundaq bir üzülme yada, bu ilqat sal titrek bo'lsa, bu yerda tavraydi. Lekin Payzavotda yo'q. Payzavotda uning ustiga bir orolmi emas, Yaponga o'xshash. Bu yerda portlaydigan vulqon yo'q. Bu yerda qandaq bir yetavridi. Demek bir yerde Xitoy o'zi mishada bir nimani atom bombasi bir nimani sinoq qilib, bir nimani atdi da bir yerde. Etib bo'lib, hozir buning chatig'ini yushramay qanday qildi desa, ashishlarni qilib bo'libla, o virus emiga tarqidi deb, yana ashnarslarni virus ortib bir narsa qilamdi degan men ashtaq narsani o'ylayapman. Mushu WhatsApp'lardami nurg'un kishilar bu to'g'riliq so'zildi. Mushu yilqi nimaga yetavrganning uchurini xaritaga o'xshash chiqaribdi-ki. Ashuningda qarasangiz, yetavrgada o'ttirsa eng kuchli tavrga yeri 8 bal deb yumaloq siziq bor. Uning sirtida 7 bal tavridi deb yana bir yumaloq va 6 bal, 5 bal deb yumaloq bor. Yetavrisa yumaloq tavraydi ashbama. Bundaq ish yo'q. Bu yadiga bundaq silkilinib yonig'i bo'ladi. Yoki asti ustin bo'ladi. Şununda bir yerilip mangıda, bu yerda qarsangiz yumaloq narsa. Demek bir yerda bir chataq bor. Bunimi oxirgi hisobda virus, koronavirus ortibla mushtaq ish bo'ldi deb tutamdi deganni o'ylayapman-da. Nurg'un qarindoshlar mushtaq o'ylayapti. Siz qanday o'ylaysiz bu? Albatta, bular o rasmiy amaliyotni hargiz iqror qilib yüzlenmeydi bular, ameliyat yüzlenmeydi. Her vakit yalan yasaydı, yalan haber işleydi. Bu vatkan işlerini boynuğa almaydı. Yoşurup kevatı. Ta hazır kadar bana halkara devletlerge, halkara sahiye sistemlerine ülvatkan adamını yoşuruvatıdı, bu yukum ahvalını yoşuruvatıdı, kilovatkan iğirçilikini bu özem juğuşturup keteleymen o degen
ko'z qarash bilan uni hozir qadar yo'shiryotidu. Undaq bo'lgan ekan, u Xitoy qiladi, har qanday narsani yasaydi, yag'on deyman men. Endi men sizdan savol so'rab, siz o'zingiz demoqchi bo'lgan, o'ylagan narsalarni endi degizmidimi deb o'ylab qoldim. Ama savol so'rashni to'xtatsam, siz o'zingiz asli demoqchi bo'lgan, planlagan boshqa so'zlaringizmi bormi asli? Men boshqa planim yo'q, lekin men o'ylab qoldim, mushu koronavirusi chiqqandan keyin bizning vatanimizdagi ash millatimizga bo'lgan tahdid xabar, men birinchi kuni mush virus taqilibdi degan kunlar SARS-dakla o'yladimda, SARS bo'lgan chaqdimi bizga shundaq beshimizni o'tgan shu kunlarmi. Doktorxona xodimlari bizda xizmat qilganlar shu qandaq dezinfeksiya qilamiz, qandaq qatma-qat kiyimlarni soladigan, bizni butun manevr qildirib bo'lgan, hatto shu biz turadigan vatanimizga ishkir o'lkib chiqdi bir Guangdongda. Shu yerdan shu bizning vatanimizga keldi degan qiyos bilan doktorxonalarda shu bundaq ishlar kelsa, birinchi turkumda kasallar uchrashadigan odam kim bo'ldi? Hammadan ko'p uchrashadigan odam yana shu sestra bo'ldi. Chunki sestra kasallardan tekshirish nimasi yig'di, nima deymiz, probirliklarni yig'di, andan keyin uni kasalni kuzatdi, uni tekshirdi, o'lchaydi, qon besim, u dori taqtidi bo'lgandan keyin kasallarda uchrashish nisbati eng yuqori bo'ldigini sestra bo'ldi. Bundaq kasallar chiqqan chaqda shu birinchi qatim shundaq manevr shaklda tayyorlik holatga o'tinglar deb bizmi shu chaqning o'zida damilish yo'q, oila degan gap yo'q. Undaq vaqtda og'rib qolsangmi, o'lib qolsangmi, putingni so'rab bo'lsin kelasan deydi, doktorxonalarga boramiz. Ashundaq kiyimlangan bir qurdin kiyib, qandaq qo'limizni dezinfeksiya qilamiz, qandaq maska taqaymiz. Shu vaqtning o'zidagi maskasini u odatdagi bir qatim ishlanadigan maska, operatsiyaxona ishlanadigan maskalar u farq qilmaydi. U faqat operatsiyaxonadagi dezinfeksiyalangan havoning ostida ishlanadigan maska u. Bu kasal uchun maxsus maska bo'lishi kerak. Bizga shu vaqtda taqatgan maskasimi oq dokiliq maskasi. 4 qavat tikilgan, alayda tikilgan ashnaq maskani taqatgan. Shu maskani eng ko'p bo'lgan 4 soat ishlatsa, 4 soatdan keyin yana birini almashtirsa deb 2 maska taqatdi. Odat 8 soat ishlagan bo'lsak, 4 soatdan keyin ani tashlab yangisini taqaymiz. Qo'limizni dezinfeksiya har qatim yuvish kerak. Shundaq bir qiyinchilik kunlarni beshimizdan o'tkazganda biz shu SARSning vaqtida birinchi qatim shu koronavirus qo'zg'alibdi, qizitib o'libdi, bu havodan nafas yo'li orqali yuqidi degan xabarni anglaganlar kallamda kelgini shu lagerdagi xalqimizga agar taqilib ketadigan bo'lsa, birinchi xavf uchirg'ichi, birinchi bo'lib shu virusning tahdidga uchirg'ichi mana biz Uyg'ur millati bo'ldik ekanmiz degan xiyol birinchi bo'lib kallamga kirdi. Shu kundan boshlab bu virusning xabariga alohida e'tibor berib, alohida anglaydigan, shu virus to'g'riliq berayotgan ma'lumotlar qiziqadigan bo'ldim. Shunga bu virus bizning Uyg'ur xalqimizga tahdidi intayin cho'ng bo'ldi. Balkim bu virusni cho'qim bular shu biokimiyalik qurollarni nima uchun yasaydi? Ya'ni shu Uyg'urlarni bostirish uchun yoki bo'lmasa o'zining Xitoy o'ziniki hokim mutlaqligini mangu saqlab qolish uchun yasaydi. Shuning uchun tadqiq qilayotgan jarayonda bu taqib bitmay turib bu virus chiqib qoldi. Shuning bilan bu kasal chiqdi-da tarqalyapti. Shunga bu xalqimizga akildigan xavf intayin zo'r. Biz shunga har birimiz mushu jihatdan o'ylanib, biz xalqaro jamiyatni, xalqaro siyosiy tarmoqlardagi tekshirish atratlariga deymiz, mushu dardimizni aytib, bu Xitoyning azaldan yolg'onchi, azaldan pokitni yo'shirdigan, kasalni yo'shirdigan, amaliyotni yo'shirdigan yolg'onchi bir hukumat ekanligini biz mushularga bildirishimiz kerak. Harakatimiz orqali, tilimiz orqali, tashviqotimiz orqali bildirib, xalqaro jamiyatniki mushuna ularning qilayotgan ishiga, bularning mush kasalni kontrol qilyapmiz, voy aram ming odam o'ldi, biz qilib bo'ldik, vaksinamiz chiqdi, undaq oldini olamiz degani yolg'on. Bular undaq qilmaydi. Bular yo'shiryotdi, ko'z bo'yayotdi deganni biz xalqaroga bildirishimiz, hammamiz bir birlik safini tepib, mushu virus qarta bir niyat, bir maqsadga o'tib, anandan davoyimizni, Uyg'ur millatimizni, irqiy qirg'inchiligimizni cho'qim shu virus bilan tang elib minishimiz kerak deb qarayman. Bu gapni intayin yaxshi qildingiz.
bu virus çıkıştan ilgiri bu başlamcı bu teşviqat sohasida bo'lsin, mayli namoyishda deymiz, mayli mediada bo'lsin, xil odamlar botdi. Bular media urush qilayotganda shu lagerni taqaymiz deganchilar intayin ko'pdi. Endi bu lagerga so'lab yo'qotish, planliq yo'qotish, atom bombasi orqali yo'qotishlarning ustiga yana bir qo'shildi. Virus orqali yo'qotishni planlayotgan vaqtida endi tuyuqsizlar bu da'vogarlar intayin azlab ketdi-da. Endi mushu da'vo sepitin yenib oldi deymizmi? Buni nim deb tushunsak bo'ldi? Men buni bilmadim. Endi oxirida mushu qarindoshlarimizdan o'tindig'imiz biz bu da'voni tashlab qo'ymayli. Davomli ilgirlayli, jidal majradan jiroq turayli. Biz o'zimiz da'voni yaxshi qilmasak, boshqa davlatlar bularning mustaqil bo'g'isi yo'q o'xshaydi, erkiy qirg'inchilikqa ko'z yumadigan o'xshaydi degandek o'yga kelib qolamdi va yoki boshqa salbiy ta'sirlar berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hammamiz kuchimizning bericha bu mustaqil yo'lda tirishsak deb o'ylayman. Zokira xonim qaraganda yana kasal ko'rish nevit kelib qolgan o'xshaydi, tuyuqsizlar ekrandan chiqib ketdi. Endi telefonda turdi, telefonni o'chirmabdi. Qaraganda davolash chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Endi suhbatimizni vaqt munosabati bilan mishagicha qilsak, nurg'un qarindoshlarimiz mushu virus to'g'riliq nurg'un uchurlarni meningcha bilgisi bor. Zokira xonim xizmat ustida qisqacha so'zildi. Endi to'liqlab keyin yana so'zish mumkin. G'ani apandi gapingizni bo'lib o'tdim. Nayt to'g'ri xulosaladingiz, nayt yaxshi yakun chiqardingiz. Mening umidim mushu da'vodan jimib qolganlar, mushu da'vodan ümidsizlanganlar, ajab bir bizga bir lider chiqmadi, bu ishimizning oxiri chiqmadi deyotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, deydiganim umidvor bo'lib, biz mushu turayotgan yo'limizdan tavranmay oldimizga qarab maqsaq, mushu virus chiqdi, biz texmi uyqumizni o'yxunib, mushu davoyimiz, millatimiz, irqiy qirg'inchiligimiz, zaminimiz uchun ovozimizni bir kun to'xtatmasak degan orzu umiddiman. İşqi kirib ketdim. Rahmat amsa, bugun yaxshi munoziralashdik. Ya'ni keyin qitimlarda ko'rishamiz. Xudoyim bo'lsa, sizmo yangi uchurlar bo'lsa, endi bo'ldi ma'qul. Ma xizmat qilmagan, demaga vaqtingizda chiqib bir tafsili tushuntirishlarni bersangiz, xalqimizmi bu to'g'riliq mushu kasb egalarining fikrlarini bir anglag'isi bor deb o'ylayman. Yana mediaga sizni taklif qilay, siz bu tayyorlik qilgach tursangiz, oxirida yana bayamga gapni takrorlasak, urush jidallarni tashlab, biz olg'a ilgirlab mangayli, ish qilayli. Qarindoshlar, endi ko'p vaqtinglarni olmay, bugungi suhbat mishagicha bo'lsin. Yana